Tushda o'lgan otani ko'rishning ta'birlari. Tinch va xursand bo'lsa, oiladagi barqarorlik, ishlardagi muvaffaqiyat va xotirjamlikni bildiradi. Xafa yoki yig'layotgan bo'lsa, hayotda yo'l qo'yilayotgan xatolardan ogohlantirish, uning nomidan sadaqa qilish yoki duoda bo'lish kerakligini bildiradi. Sizni chaqirsa yoki kechikka undasa, sog'liqqa e'tibor bering. Jiddiy xavf-xatarlardan ehtiyot bo'ling. Narsa bersa yoki biror narsa so'rasa, ota-onaning ruhini shod etish uchun yaxshiliklar qiling va marhum haqqiga duo qilish kerakligini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.